Eng avvalo studiyamizga xush kelibsiz. Toshkent va Seattle O'zbekiston hamda AQSh shaharlari o'rtasidagi birinchi birodarchilik munosabatlarini yo'lga qo'ygan shaharlar hisoblanadi. Bu voqeaning tarixiy ahamiyati nimada? Bu shubhasiz tarixiy voqeadir. Seattle va Toshkent o'rtasidagi do'stlik tarixi haqiqatan ham hayratlanarli. Shaharlarimiz 1973-yilda sovuq urush eng keskin pallaga chiqqan davrda birodar shaharlarga aylangan. Shunga qaramay har ikki shahar rahbarlari qardoshlik aloqalarini o'rnatish bo'yicha jasoratli qaror qabul qilgan. Buning o'ziga xos tarixi bor. Seattle'da joylashgan Alaska Airlines aviakompaniyasi o'sha paytda Moskva va Leningradga parvozlarini amalga oshirar hamda parvozlar geografiyasini kengaytirib, Sochi, Yakutsk va Toshkentni ham aviareyslar jadvaliga kiritishni rejalashtirgan edi. Shu maqsadda mazkur shaharlarning rahbarlari Seattle'ga taklif etilgan. Ana shu uchrashuv chog'ida Seattle va Toshkent shaharlari birodarchilik munosabatlarini o'rnatish tashabbusi ilgari surilgan va bu taklif o'zaro qo'llab-quvvatlangan. 1973-yilda Seattle shahar meri Toshkent shahar rahbariga hamkorlik o'rnatish taklifi haqida maktub yo'llagan. Oradan 1 yil o'tib 1974-yilda birodarlik munosabatlarini yo'lga qo'yish to'g'risida bitim imzolangan. Hujjatga Seattle tarixidagi eng yosh shahar meri Ues Ullman hamda Toshkent shahar hokimi Vohid Kozimov imzo chekib, ikki shahar o'rtasidagi uzoq muddatli hamkorlikka poydevor qo'ygan. Bunday qadamni tashlash uchun katta jasorat va uzoqni ko'ra bilish qobiliyati talab etilardi. Men doimo shunday deyman. Hokimiyat tepasida jasoratli rahbarlar turgandagina haqiqatdan ham buyuk ishlar amalga oshadi. Bugun oradan 50 yildan ortiq vaqt o'tganiga qaramay, Seattle va Toshkent hanuzgacha birodarlashgan shaharlar bo'lib qolmoqda. Ular o'zaro yaqin aloqalarni saqlab kelmoqda, turli almashinuv dasturlarini davom ettirmoqda va hamkorlikni muvaffaqiyatli rivojlantirib bormoqda. Bugungi kunda Toshkent va Seattle o'rtasidagi birodarchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish uchun qanday istiqbollar mavjud? Men hamkorligimiz bundan buyon ham kengayib borishini istayman. Bugungi kunda o'zaro hamkorligimizning ikki asosiy mexanizmi mavjud. Birinchisi, shahar ma'muriyatlari o'rtasidagi hamkorlik. Bu munosabatlarni mustahkam saqlash, tajriba almashish hamda dunyoning turli shaharlari duch kelayotgan muammolarga birgalikda yechim izlash imkonini beradi. Bunday aloqalar muhim va zarur, ammo mening nazarimda buning o'zi yetarli emas. Shu bilan birga odamlar o'rtasidagi muloqotni rivojlantirish ham nihoyatda muhim. Aynan ana shunday aloqalar hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi va barchamizni umum insoniy qadriyatlar, sog'lom va baxtli hayot kechirish, oilalarimiz farovonligi haqida qayg'urish kabi maqsadlar birlashtirib turishini yana bir bor eslatadi. O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritgandan keyin ham Toshkent va Seattle qardoshlik munosabatlarini saqlab qolishga qaror qildi. AQSh va sobiq ittifoqning ko'plab shaharlari o'rtasidagi birodarlik aloqalari to'xtab qolgan bo'lsa-da, Toshkent va Seattle o'rtasidagi do'stlik rishtalari rivojlanib kelmoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi munosabatlar sezilarli darajada faollashdi. Bu ikki mamlakatning jamoatchilik, madaniy va ishbilarmon doiralari uchun qanday yangi imkoniyatlarni ochmoqda? Men Seattle shahar hokimining Toshkent shahar hokimiga yo'llagan maktubini olib keldim. Unda do'stligimizni qanchalik yuksak qadrlashimiz va uni yanada mustahkamlashga intilishimiz alohida ta'kidlangan. Seattle'da yangi shahar hokimi ish boshladi va u ham shaharlarimiz o'rtasidagi hamkorlikni davom ettirish hamda aloqalarni yanada rivojlantirishga qat'iy intilishini bildirdi. AQShdagi birodarlik shaharlar tizimining o'ziga xos jihati shundaki, munitsipalitetlar o'rtasidagi hamkorlik bilan bir qatorda jamoat tashkilotlari ham muhim o'rin tutadi. Biz shahar ma'muriyati bilan yaqin hamkorlik qilamiz va almashinuv dasturlarining aksariyatini birgalikda muvofiqlashtiramiz. Shuningdek, Seattle shahrida O'zbekiston bosh konsulxonasi ochilgandan juda mamnunmiz. Men buni hamkorlikni yanada kengaytirish, jumladan ishbilarmonlik aloqalarini rivojlantirishga ko'maklashish uchun
katta imkoniyat deb bilaman. Siz Seattle va Toshkent qardosh shaharlarining 50 yillik ajoyib do'stligi nomli kitobni yozgansiz. Uning yaralishiga sizni nima ilhomlantirdi va kitobdagi qaysi voqealar ikki shahar o'rtasidagi do'stlikning eng yorqin namoyon etadi? Avvalo sizga kitob muqovasini ko'rsatmoqchiman. Unda O'zbekistondan Seattle'ga yo'l olgan karvon tasvirlangan. Bu shaharlarimiz o'rtasidagi ko'p yillik do'stlikning ramzidir. Kitobning orqa muqovasida esa Toshkentdagi Tinchlik bog'i surati joylashtirilgan bo'lib, u ham o'zaro munosabatlarimizning yana bir timsolidir. Shuningdek, Seattle shahrida ham ikki shahar do'stligiga bag'ishlangan Toshkent bog'i mavjud. Kitobni yozish g'oyasi birodarlik munosabatlariga asos solgan insonlarning aksariyati bugun ulug' yoshga yetgani bilan bog'liq. Biz arxiv hujjatlari va ularning xotiralarini keng jamoatchilikka yetkazish zarurligini angladik. Asosiy maqsadimiz yarim asrdan ortiq davom etayotgan hamkorlik tarixini asrab-avaylash. Kelajak avlodlar amalga oshirilgan ishlardan xabardor bo'lishi va ushbu tajribadan samarali foydalanishi uchun mustahkam manba yaratish edi. Kitob nafaqat munosabatlar tarixini hikoya qiladi, balki hamkorlikning asosiy bosqichlari, ko'plab almashinuv dasturlari va qo'shma loyihalarni ham batafsil yoritadi. U turli geosiyosiy sharoitlarda ham oddiy insonlar muloqotini davom ettirishi, o'zaro ishonchni mustahkamlashi va do'stlik rishtalarini asrab qolishi mumkinligini ko'rsatadi. Insonlar birgalikda ishlay boshlaganda yangi g'oyalar, tashabbuslar va ijodiy loyihalar dunyoga keladi. Biz aynan shu g'oyani kitob orqali yetkazishga intildik. Kitob loyihasi ustidagi ish 3 yil davom etdi. Biz arxivlardagi hujjatlarni o'rgandik. Shuningdek, Toshkentdagi do'stlarimiz ham katta yordam ko'rsatdi. Ular O'zbekiston arxivlaridan hamkorligimizning dastlabki sahifalarini tiklashga imkon beradigan qimmatli materiallarni izlab topishdi. Biz ushbu kitob bilan faxrlanamiz va u nafaqat Seattle hamda Toshkent o'rtasidagi munosabatlar tarixi haqida so'zlaydi, balki boshqa qardosh shaharlar uchun ham ilhom manbai bo'ladi deb umid qilamiz.